Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. 2-aprel 2025-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan Gazablok seximizdan video joylayapmiz. Gazablok kanalimizga mana bugungi quyilgan gazabloklarimiz. Mana bu tomonga sex kengaytirib, yana bitta sex quryapmiz. Mana ustakilar ishlashyapti. Kimga shlaka blok kerak bo'lsa, shlaka blok ham istakni o'rnatyapmiz. Unga ham aloqa chiqarasizlar bemalol. Shavkatboy, olg'a. Sizlar shlaka blokdan o'rganamiz. Xudo xolasa. Kerak bo'lsa unga aloqa chiqarasizlar. Faqat ish boshlashimizga ozgina bor buni. Bu seximizni yana davom etkazyapmiz yana. Bu yerda gazabloklarimiz sifatida bo'lib. Bugun chiqqan gazabloklarimiz borda. Bu mana shekilli gazabloklar. Qattiqligi zo'r. Razmerlari hammasi joyida. Bitta ikkitalari razmeri o'zgaryaptimi, o'zgaryapti deganday bo'lishdi. Usta razmeri o'zgardi deyotgan usta akalar kelishyapti. Bemalol mana shu yerda o'zim metr qo'yib o'lchab beraman. Bu yog'i 20, bu yog'i 30. Bu yog'i 60. 20 ga 30, 60 bo'lgan. Vodiy bo'ylab 17 ming so'mdan dastavka qo'yib berganmiz. Biroz yo'l kiralar ko'tarildi. Bitta yo'l kiraning ko'tarilishini o'zi bizda O'zbekistonda hamma narsaga ta'sir qiladi. Shuning uchun 17 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasini yo'lga qo'yib yuborganmiz. 500 so'm qo'shildi, 16,5 mingdan edi. 17 ming so'mga chiqdi. Hamma narsa oshganda bizga ham ozgina oshdi. Xafa bo'lmaysizlar. Kimga gazablok kerak bo'lsa, bemalol ekran nomerlarimizni qoldiramiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. Eski 90-avtobazani ichida.